suvimiz qancha o'zi, suvimiz kelajakda nima bo'ladi degan savolni biz oldin javob berishimiz kerak. Har bitta ishni qilishdan oldin biz oldinni o'ylabroq ish qilishimiz kerak. 5 yil, 10 yil, 20 yil, 50 yildan keyin nima bo'ladi? Bizga o'shanga qarab turib biz hozir nima ish qilishimiz kerak? Shuni qanaqa bizni muammolar kutyapti? Shu muammolarni oldini olish uchun hozirdan qadam tashlashimiz kerak. Keyin birdaniga oldimizda muammo chiqsa qiynalib qolamiz. Masala bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz shuni o'rgandik. O'zi umuman suv qayerdan kirib kelyapti Samarqandga? Bizda bitta faqat daryomiz bor. Zarafshon daryosi orqali demak Samarqandga suv kirib keladi. Zarafshon daryosi qayerdan oladi suvni degan savol, bu Fetchenka muzliklari bor. Bu Tojikiston hududida joylashgan. Mana shu muzliklardan erishish hisobiga Tojikiston orqali bizga Samarqandga suv kirib keladi. Endi bu muzliklarimiz o'zi qanchaga yetadi o'zi? Bormi o'zi, zapasi kattami, yo'qmi degan savol bor. Mana yoniga yozib qo'ydik. Qaranglar, 1960-yilda bu muzliklarning hududi 610 kilometr kvadrat bo'lgan hududi. Shuncha muzlik bo'lgan. Endi 2024-yilga kelib 390 kilometrga tushgan. 610 dan 390 ga tushib qolyapti. Endi bu xalqaro tashkilotlarning nimasi? Ko'rsatkichlarini olamiz. 2050-yilga borib 200 ga tushadi. 200 ga. Tasavvur qilinglar, nima bo'ladi bu? 2 barobar yana kamayadi hozirgiga nisbatan suv. Zarafshondan kirib 2 barobar. Bu juda katta ertaga masala bo'ladi. 2080-yilga qaranglar 100 ga tushib qoladi. Ko'rsatkichimiz. Endi buni raqamda ko'radigan bo'lsangizlar, mana o'sha Ravotxo'ja deymiz, Urgut hududidan kirib keladi. Demak, o'rtacha, demak o'sha 91-2000-yillarda 10 yillikning o'rtachasini oladigan bo'lsak, kirib kelishib yil davomida 158.7 metr kub sekundiga kirgan, suv kirgan bizga. Endi 21-24-yillik 3 yillik o'rtacha oladigan bo'lsak, 114 metr kub sekundga kirib kelyapti. Qaranglar, 44.6 metr kub kamayapti suv. Borgan sari kamayib ketyapti mana oxirgi yillarni ko'rsam. Bu haqiqat, bu raqam bu. O'rtacha suv hajmi 1 yilda 5 milliard kirib kelgan 2000-yillarda. Hozir 3.2 milliard kirib kelyapti. 1.8 milliard kub suv yo'q. Kamayapti suvimiz. Endi ikkinchisi bizning manbamiz yomg'ir degandim. Mana yomg'irni ko'ringlar. Demak 2000-yillarda yog'ingarchilik miqdori 1 yilda 158 mm ni tashkil qilgan bo'lsa, 2024 ga kelib 108 ni tashkil qildi. 25 ga bundan ham kamayib ketadi hozir. Yilning oxiriga ko'rsatamiz, bu juda ham kam bo'ladi bu ko'rsatkich. Demak, yomg'ir ham kamayib boryapti. Yer osti suvlarimizga qaranglar. Ko'pchilik endi yer ostiga o'tib olyapti-da, hozir bermagandan keyin hamma o'zicha o'zi quduq qazib tashagan, quduqdan suv olishni boshlayapti. Bu degani yer osti suvimiz ham pasayib ketib qolyapti. Mana suv sathini qaranglar, oxirgi mana shu 20 yilning ichida 20 metrga pasayish bo'lyapti. Qo'shrobodga 27 metrga tushib ketib qolyapti. Ya'ni, misol 150 metrdan suv olib o'tirgan bo'lsa, hozir 200 metr, 180 metr, 200 metrga tushib ketdi suv. Bu borgan sari ko'paytiryapmiz biz quduqlarning sonini. Hamma narsaning yechimi bor. Faqat endi biz ozgina harakat qiladigan bo'lsak, ishlaydigan, to'g'ri ishlaydigan bo'lsak, hamma tushunadigan bo'lsa, hammasiga yechim bor. Demak, birinchi masala biz suv tejoz texnologiyalarini joriy qilishimiz kerak. Ya'ni biz tomchilab sug'orishga, yomg'irlab sug'orishga o'tishimiz kerak. To'liq o'tishimiz kerak. Bog' bo'ladimi, uzumzor bo'ladimi, paxta bo'ladimi, g'alla bo'ladimi, sabzavot bo'ladimi, kartoshka bo'ladimi, hammasini biz tomchilab sug'orishga o'tishimiz kerak. Agar tomchilab sug'orishga o'tadigan bo'lsak, nafaqat biz suvni tejaymiz, balki daromadimiz ham oshadi, tannarximiz ham arzon bo'ladi. Hamma tomonlama bizga yutuq bo'ladi. Suv to'g'risida biz hammamiz o'ylashimiz kerak, hurmatli deputatlarimiz, shu tashviqot, targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak, xalqimiz o'rtasida fermerlarimizga tushuntirib borishimiz kerak. Buning uchun prezidentimiz hamma imkoniyatlarni qilib berganlar bizga. Ya'ni suv tejovchi texnologiyalarni o'rnatish uchun alohida subsidiyalar ajratib berilgan, alohida imtiyozli kreditlar ajratib berilgan, hammasi qilib berilgan. Hamma sharoitlar qilib berilgan. Shuni biz endi tezlashtirishimiz kerak va 2026-yilga bu masalaga juda qattiq qarashimiz kerak.